Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, kompakt 2 xonalikni ko'ramiz. Novostroykadan yangi ta'mir. Shunday kiramizda yashaymiz. Parket qilingan pollari mana bu eshigimizdan kirib kelamiz. Birdaniga studiyni qilgan ekanlar. Studiyni 2 xonalik. Bu yerda mehmonxona qilib ishlatamiz. Bir xojat mebellarimiz bor, katta oynalarimiz bor ekan. To'g'rimizda oshxona joylashgan va bu tarafimizda sanuzil hamda yotoqxonamiz. Sanuzilimizni ko'ramiz. To'liq kafelda. Hop, kattagina ekan, chiroyli. 47 kvadrat umumiy maydoni. Hujjatda aslida ancha katta chiqadi, nimagaki balkonni qo'shib qo'yganlar. Yotoqxonamiz chiroyli ta'mir, mana mebellarimiz bor. Samarqand City ko'rinib turibdi va bu tarafda katta shkafni tayyorlab qo'yibdilar va ayollar yaxshi ko'radigan zona. Xo'p, oshxonasini ko'ramiz. Uyimizda 2 konturli kotelimiz ishlab turibdi. Hamma joyda radiator bor, mobil bor va mana mebelning tagiga ham bor. Xo'p, va oxirgi joyimiz oshxonamiz. Mebel tayyorlash zonasi. Mana bu xazinaning joyi ekan va mana bu joyimiz plita joyi, gaz kelgan va vitishkani teshigi tappa tayyor. Akvaplast hamma joyda, derazalarimiz, radiator bor. Va konturkamiz mana shu yerda o'rnatilibdi. Tashqarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Samarqand City qurilayotgan jarayon. Xiaomi eski, hozirgi Firdavsiy ko'chasi, 9 qavatli yangi domlar, 4-qavati, liftimiz bor, g'ishlik dom, 47 kvadrat, narxini 45 ming deyaptilar, savdosi bo'ladi. Zudlik bilan aloqaga chiqamiz. Bunaqa variant hozirgi kunda bozorda yo'q.